Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Xo'p, bugun biz kecha boshlab qo'ygan mavzumiz linear functionsni Inside Tashkent mazbukidan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, hammaga xayrli tong, kunlar xayrli o'tsin. Biz boshladik. Xo'p, biz bunda birinchi savoldan boshlaymiz. Savol bizda in the linear functions jat means va teng 3/4 and jat 3 teng 9/2. Which equation defines jat? Bizda linear funksiyani umumiy formulasini foydalanamiz birinchi, ya'ni bizda y teng kx plus b degan umumiy formula bor. Agar x o'rniga -2 qo'ysak, y'imiz bizda 3/4 hosil bo'lyapti ekan, yozib olamiz. 3/4 teng k ko'paygan -2 plus b, ya'ni x o'rniga x ni, y o'rniga y ni olib qo'yaman. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Xo'p, keyingisi. Ikkinchi tochkamiz x o'rniga 3 qo'ysak, ikkinchi tochka bu. Y'imiz bizda 9/2 hosil bo'lyapti. Yozib olamiz. 9/2 teng k ko'paygan 3 plus b ekan. Xo'p. Davayt ikkinchi uravniyada birinchisini ayirib olamiz. Osonroq chiqadi shunda. Yozib olsak, chap tomondagilar 9/2 minus 3/4 teng. Bular qisqaradi va 3 ga minus 2k ekan. Bundan hosil bo'ladigan umumiy mag'rij keltirsak 2, 18, 15/4 teng 5k. 5 lar qisqarsa 3 bo'ladi. K teng 3/4 ifoda hosil bo'ladi ekan. Bizda bu o'sha to'g'risimizning burchak koeffitsiyenti. Endi bizda option so'rayapti. Ya'ni bizda buni ham topishimiz kerak bo'ladi. Buni topish uchun xohlagan uravniyaniga k ni 3/4 qo'yamiz. Davayt birinchisiga qo'yib ko'rsak, ya'ni bizda 3/4 teng minus 2k plus 3/4. Yaxshi emas. 3/4 chiqdi, ikkinchisiga qo'yib ko'raylik. Biz buni to'g'ri ishladik. Menimcha 9/2 3/4. Ayirdik 18, 15/4. Qisqardi 5k bo'ldi. -2, 5 to'g'ri. Yoza oladigan bo'lsak, ya'ni hop 9/2 teng 3 ko'paygan 3/4 plus b ni yozsak bo'ldi. 9/4 chiqyapti. b ni topadigan bo'lsak 9/2 minus 9/4. Hop, 2 ni ko'paytiramiz. b'miz bizda 9/4 ifoda kelib chiqadi. Ya'ni bizda formulamiz y teng 3/4x plus 9/4 ifoda ekan. Ya'ni bizda ikki tochka bor. Ikki tochka bo'yicha to'g'ri chiziq tenglamasini tuzish mana shunaqa holda amalga oshiriladi. Xo'p. Keyingiga o'tsak, keyingisi bizda line k pass through the point 1 and the xy plane. If the equation for the line k is written in the form of mamlaqa, ya'ni mx mx plus b, where m and b are constants, what's the value of m? Qo'yamiz. Ya'ni bizda formulamiz общий m ko'paygan x plus b. Tochkalarimiz birinchi tochka 1 qo'ysak 1 bo'ladi, 2 qo'ysak 6 bo'ladi. Yozib olamiz. 1 teng m ko'paygan 1 plus b. Ikkinchisi 6 teng m ko'paygan 2 plus 6. Endi ikkinchi o'ramlikda birinchisini ayirib qo'yamiz. 5 teng m chiqadi. Ya'ni b'lar qisqarib ketadi bu yerda. Ayni m o'rniga 5 qo'yib b ni topolsak bo'ladi. 1 teng 5 ko'paygan 1 plus b. Bu yerdan b teng minus 4 chiqadi. Ya'ni funksiyamiz bizda hosil bo'ladiki, hop, yx funksiya ekan. 5x minus 4 degan ifoda hosil bo'lib qoladi. Xo'p, bizda what's the value of m? M topdik, m bizda 5. Umumiy funksiyani ham topib qo'ydik. Keyingi line k in the xy plane, his slope means p/5 and y-intercept 0 p. Where p is a positive constant. Positive constant degani o'sha musbat o'zgarmas son. What's the y coordinate of the x-intercept of the line? Ya'ni funksiya x da kesib o'tgandagi y teng qiymatini toping ekan. Ya'ni bizda slope nima ekan? Biz bilamiz, y teng kx plus b bo'lsa, to'g'riso'm siylamasi. K bizda slope deyiladi. Ya'ni bizda burchak koeffitsiyenti slope. Yoza olamiz. Y teng slope bizda aytib qo'yyapti. Buni
minus 2 pi taqsim 5ga teng deyapti. Hisobni yozib olamiz o'rniga. Minus 2 pi taqsim 5 ni. Minus 2 pi taqsim 5 ko'paygan x plus b ekan. Va past sразу y intersept, ya'ni bizda y o'qida kesish nuqtasi 0 pi ekan. X o'rnini qo'ysak, y'imiz pi bo'ladi. Pi barobar minus 2 pi taqsim 5 ko'paygan 0 plus b. Bundan b'ni topadigan bo'lsak, b barobar p ni o'zi kelib chiqaveradi. Ya'ni bizning funksiyamiz hosil bo'ladiki, minus 2 pi taqsim 5 ko'paygan x plus p degan funksiya hosil bo'lyapti. Savol: what's the x coordinate of the x intercept of the line? Ya'ni biza x intercept degan funksiya bo'lsa, mana funksiya, to'g'risi funksiya bo'lsa. Qachon mana shu funksiya? Xo'p. What's the x coordinate? X o'qini kesib o'tgandagi mana shu x ning koordinatini topishimiz kerak. X ning koordinatasini topishimiz kerak. Qachon x o'qini kesib o'tadi? Qachonki bizda y teng 0 bo'lsa, o'shanda qiymani topib olamiz. Ya'ni y teng 0 qilib ishlaymiz. Ishlaydigan bo'lsak 0 teng, xo'p, minus 2 pi taqsim 5 ko'paygan x plus pi ekan. Mana shu yerdan biz x topib olishimiz kerak. Ya'ni bizda 2 pi taqsim 5 ko'paygan x teng pi chiqadi. Bundan biz x topadigan bo'lsak, pi ni 2 pi taqsim 5 ga bo'lib qo'yamiz. Javob bizda 5 taqsim 2 chiqadi. Ya'ni o'sha x interceptdagi x interceptdagi x ning qiymati 5 taqsim 2 ekan. Javob 5 taqsim 2 0 nuqtada funksiya x o'qini kesib o'tadi. Savolimiz qiyin emas, oddiy. Xo'p, sal e'tibor bersak bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz. Lucy and John will work together to make 60 paper flowers. Ular birgalikda 60 ta paper flowers yasish uchun ishlayapti ekan, for school party. Maktabda bo'ladigan party uchun. The line shown represents the possible combinations of time and hours spent by Lucy and John to fulfill this task. O'sha grafikimiz o'sha Lucy bilan Johnni bo'lish uchun ketkazilgan vaqtlarning grafigi ekan. Ya'ni masalan, agar masalan Lucy 12 soat ishlasa, John ishlamasa, Johnning qiymati 0 bo'lsa, ishlamasa, Lucy 12 soat tugatib qo'yadi. Masalan, John 5 soat ishlasa, Lucy 8 soat ishlasa tugatadi. Masalan, John 10 soat ishlasa, Lucy 4 soat ishlasa tugatadi. Masalan, Lucy ishlamasa va John 15 soat ishlasa, bu ish tugatadi. Shunaqa grafik beriladi. According to the graph deyapti, on average how many paper flowers will Lucy make per hour? Ya'ni bitta Lucy'ning o'zi bir soatda nechta paper flower taxlaydi deyapti. Ya'ni biz olib shu 60 taxlash kerak, to'g'rimi? Ikkalasi ham. Ikkalasi ham olib shu 60 ta taxlash kerak. 60 ta. Xo'p. Bitta ko'ramiz. Masalan, John ishlamaganda T John 0 bo'lsa, mana. T John 0 bo'lsa. Lucy 12 soatda tugatib qo'yadi bu ishni. Lucy 12 soatda. O'sha yerdan 12 soatda 60 ta yetsa, 60 ni 12 ga bo'lamiz, biz 5 tadan. Ya'ni Lucy har soatda 5 tadan tayyorlaydi. Agar mana bu tochkaga qaraydigan bo'lsak, ya'ni bizda agar Lucy ishlamasa, John bu ishni 15 soat tugatadi. Ya'ni 60 ta qog'oz yasashdi. Ya'ni har soatda qancha yasaydi? 60 ta 15 ga bo'lib qo'yamiz. 4 tadan har soatiga yasaydi John. Endi bizga Lucy nechta yasaydigan uchun javob 5 bo'ladi. Keyingi savollar uchun buni emas qo'ydim, ikkinchisini ham. Keyingisi. A business consultant charges 400 each for the first hour and 204 for each additional hour of work. Ya'ni birinchi soatiga 408 dollar, keyin har bir soatiga 204 dollardan pul ishlaydi. Which of the following functions gives the charge CH in dollars of each hours of work where is a positive integer. Ya'ni bizda hashimiz positive integer ekan. Ya'ni butun musbat son ekan. Ya'ni ichimiz bizda qabul qilish mumkin 1, 2, 3, 4 shunday qiymatlarni. Xo'p. Olamiz, masalan, CH desak, birinchi soatiga 408 dollar to'laydi unga va keyingi har bir soatiga additional hoursga 204 oladi. Ya'ni 204 ko'paygan, masalan, h minus 1 qilishimiz kerak bo'ladi. Nega? Agar biz eshit o'rniga 1 qo'ysak, birinchi soat uchun, to'g'rimi? Bu yerda hosil bo'ladi C1 teng 408 qo'shilgan 204 ko'paygan 1 minus 1. Ya'ni bizda 0 bo'ladi, 408 chiqaveradi.
Ya'ni h o'rniga 2, masalan h o'rniga 2 qo'ysak, 2 dan kattaroq sonlar qo'ysak, masalan 2 qo'ysak, 3 qo'ysak, 4 qo'ysak, 5 qo'ysak, 6 qo'ysak, ya'ni birdan ayirganimizda masalan 2 soat ishlasa 1 soat additional hour bo'ladi. 1 soat additional hour. Masalan 2 qo'ysak, 3 qo'ysak 2 soat additional hour bo'ladi. 4 qo'ysak 3 soat additional hour bo'ladi. 5 qo'ysak 4 soat, bitta kam bo'ladi-da. Chunki birinchi soat uchun 408 olib qo'yadi bu. Birinchi soat uchun 408 oladi. Va keyingi har bir qo'shimcha soat uchun 2 soat olish kerak. O'shaning uchun formulamiz 408 qo'shilgan 204 h-1 bo'lishi kerak. Endi biz qolgan soatchi ixchamni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bunda bizda hosil bo'ladiki 408 qo'shilgan. Buni o'tib ko'paytiramiz. Bu bizda 204 h minus 204 ifoda hosil bo'ladi. 408 ga 204 ayirsak 204 plus 204 h ekan. Savolimiz qiyin emas. Sal e'tibor bersak bo'ldi. Lekin ko'pchilik darsda ishlaganda xato qildi shuni nimagadir. Ikkinchi raqamli savol emas. To make a bookcase, a worker charged a one-time fee plus 17 per hour worked. Hop, ya'ni bizda worker bookcase, ya'ni bitta kitob shkafini yasash uchun worker charged, worker o'sha bir marta pul oladi va har ishlagan soat uchun 17 dollardan oladi. The equation 17 h plus 45 rain 164. Mana bu tenglamasi bor. Represents this situation where each is number of hours worked. Hop, which was following is the best interpretation of 164. Yani bizda bir şey masalan har bir soatiga 17 dollar olsa, bu 1 soatdagi fee. Har soatdagi fee. Each bu tenglamadagi o'sha nima deydi? Ishlagan vaqti. Bu yerdagi 45 bu one time fee. Ya'ni bir martalik oladigan pul. One time fee. Va bu yerda 164 degan sonimiz, mana bu yerda 164 degan sonimiz. O'sha ishchini each vaqt ishlagandan keyingi oladigan umumiy summasi. Ya'ni 164 bizda total income deylik. Total fee deylik. The one time fee degan bizda bu 45 dollar. Xato bu javob. The number of hours worked by each. Mana tenglamadan. The charge per hour in dollars bu 17 dollar. Har soatiga to'lanadigan pul. The total charge in dollars bu total charge to'g'ri 164 dollar. Javob. Keyingisi, what's the y-intercept of the graph of 3x plus 2y teng 96. Ya'ni y-intercept degani funksiya qachon y o'qini kesib o'tadi degani. Masalan bu funksiya, masalan bunaqa funksiya bo'lsa, masalan to'g'ri. Y o'qini kesib o'tgan nuqtasi x 0 bo'lishi kerak. Y qanaqadir son qabul qilish kerak, to'g'rimi? Ya'ni x uni 0 qo'yishimiz kerak bo'ladi. 3 ko'paygan 0 plus 2 ko'paygan y teng 96. Bu yerdan 2y teng 96, y'imiz 48 degan son chiqyapti. Ya'ni biz tochkamiz 0 48 ekan. Ya'ni x o'rniga 0 qo'ysak, y'imiz 48 degan javob qabul qiladi ekan. O'shanda y-intercept bo'ladi ekan. Keyingisi bizda for the linear function if the graph of everything f at x and x in the x y plane passes through the point 0,2, 3. What's the slope of this? Bu yerga misolimiz. Ya'ni umumiy holda y teng kx plus b deb yozib olamiz va bu o'sha to'g'risig'imiz ikkita nuqtadan o'tadi. Birinchi nuqta 0,2. Ya'ni x o'rniga 0 qo'ysak, y'imiz 2. 2 teng k ko'paygan 0 plus b. Ikkinchimiz 3. 3 teng k ko'paygan 3 plus b. Birinchisidan b teng 2 bo'lsa, yoza olamiz. 3 teng 3k plus 2. Bundan kamiz 1 taqsim 3 chiqadi. Biz funksiyamiz option 1 taqsim 3x plus 2 degan funksiyamiz ekan. Bundagi slope bizda 1 taqsim 3 ga teng. O'sha javobni yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Keyingisi 13-savol keldik. Xo'p. Line in is shown in the xy plane. Line k not shown. It's perpendicular to line n. Ya'ni o'sha line n ga line k perpendicular. What's the slope of k deyapti. K'ni slope'ini so'rayapti. Birinchi biz mana bu line n. Xo'p, slope'ni topishimiz kerak. Burchak koeffitsiyentini yozib olamiz. Va qaysi nuqtalardan o'tadi? Birinchi nuqta bizda mana o'tadigan nuqtasi -1 0.
ikkinchi nuqta o'tadigan nuqtasi bizda 0,5 chiqadi. Endi yozib olamiz. Yoza oladigan bo'lsak, ya'ni bizda line endi tenglamasi kx plus b deydigan bo'lsak, x o'rniga 0 qo'ysak, yerimiz 5 chiqadi. Yozamiz 5 teng k ko'paygan 0 plus b. Ikkinchidan x o'rniga -1 qo'ysak, yerimiz 0 chiqadi. 0 teng k ko'paygan -1 plus b degan ifodamiz kelib chiqibdi. Xo'p, birinchi ifodadan sirazi b teng 5 ga tengligini bilamiz. Ikkinchi ifodaga olib qo'ysak, k teng b chiqadi. Ya'ni 5 chiqadi. Funksiya bizda y teng 5x plus 5. Bu bizda n funksiyaning tenglamasi. Endi line k notchon is perpendicular to line n. Endi k bizda n bilan perpendicular. Bu bizda n funksiyani formulasi. Xo'p, what's the slope of k? Endi k ni topishimiz kerak. K funksiyaning slopini topishimiz kerak. Ikkita funksiya perpendikulyar bo'lsa, ularning sloplari ko'paytmasi -1 ga teng edi. Birinchi n funksiyaning slopi 5, k funksiyaning slopi k2 teng -1. O'sha yerdan k2 ni topib qo'ysak bo'ldi. Bu bizda -1 taqsim 5 degan ifoda kelib chiqadi. E'tibor beramiz. Savol qiyin emas, ishlasa bo'ladi. Keyingisi 14. A line in the x-y plane passes through the points ikkita. The equation buni ishladik, buni savol endi kerak emas. Xo'p, keyingisi mana bu. A publishing company is preparing boxes of workbooks and textbooks for shipping. Xo'p, bitta qutiga ham workbooklar, ham textbooklar ketyapti. Each box of workbooks and textbooks will weigh total of 40 pounds. Yani bitta box 40 pound bo'ladi ekan. The graph shown models the relationship between the number of textbooks and the number of workbooks. Bizda textbooks bu mana bu ekan, bu textbook ekan, x o'q. Bu bizda workbook ekan, y o'q, workbook. Hop, that can be shipped in one box. Ya'ni bitta qutida shuncha ship qilinishi mumkin, ya'ni jo'natilishi mumkin. Based on the graph, what's the weight in pounds of one textbook? Bitta textbookda o'sha og'irligini topishimiz kerak. Mana bizga eng muhim tochkalar va ikki tochka. Birinchi tochkadan textbook topib olamiz. Ya'ni mana tochkadan biz textbookda og'irligini topa olamiz. Qanaqa topamiz? Buni topishimiz uchun prosta masalan bu yerda workbook 0 bo'ladi, qiymat 0, buni qiymati textbook 10 ta. Ya'ni bitta korobkaga 10 ta textbook ketadi deymiz. 10 ta ko'paygan m0 textbook qiymati deylik. Opshimasi bizga 40 pound bo'lish kerak. 40 pound bizga berib qo'yib boshdan. Bundan bitta textbookda qiymani topadigan bo'lsak, prosta 4 pound bo'ladi. Agar bizga workbookda qiymat kerak bo'lsa, o'sha og'irlik kerak bo'lsa, ya'ni bizda textbookimiz 0 turganda workbookimiz 20 ta bo'ladi. O'shandan 20 ta m workbook teng 40 pound chiqish kerak. Bundan m workbook 2 pound chiqadi donasi. Bizga hozir textbook so'rayapti, o'shaning uchun textbookimiz 4 pound deb qo'yamiz. Savol qiyin emas. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol bizda 23-savol ekan. The function w models the weight in pounds of certain peak T-mounts after it was burned. Xo'p, 1dan 36gacha. Which statement is the best interpretation? W teng 20 in this context. Ya'ni bunda o'sha the function w models the weight in pound of certain peak, bitta cho'chqachani tug'ilgandan keyingi massasini ifodalaydigan tenglama ekan bu. Xo'p, o'sha 1dan 36gacha ekan. Bizda 3 yilcha yashar ekan bitta peakcha. Which statement is the best interpretation? W teng 20. O'sha nimani bildiradi deyapti. Masalan, t ni o'rniga 7 qo'yadigan bo'lsak, bu bizda chiqadi 3,1 ko'paygan 7 minus 1,7. Bu bizda 21 u 7 ayrilgan 1 7 bo'ladi. Bu bizda 20 chiqyapti. Ya'ni
o'sha pikcha 7 manzdan keyin o'sha 20 pound chiqadi deb qo'ysak bo'ladi. Ya'ni the pig weighed 20 pounds 7 months after it was born. To'g'ri. Ajob to'g'ri. Ya'ni tug'ilgandan keyin 7 oydan keyin u 20 pound chiqadi. O'shani bildirib turibdi. The pig weighed 7 pounds bo'lmas. The pig's weight increased by yo'q. O'zgarish emas, просто o'sha massasini berib turibdi. The pig's weight increased by increase demagan, просто umumiy massasini berib qo'yibdi. Shunga o'sha javob bo'ladi. Keyingi savol bizga 29. Business consultant charges to 400 bu ko'rdik bunaqa savolni boyagi 1 soatdan 222 oladi keyin. Bu bizda line K is shown in the extreme plane. Line N not shown is perpendicular to line K and passes through point 29. Which equation defines line N? Xo'p. Bizda mana buni bizda bo'lmay ekan, line K ekan. Line K grafi berilgan ekan. Line N not shown is perpendicular to line K. Line N'imiz line K ga perpendicular ekan. Which end pass through point 29. O'sha line K'miz 29 tochkadan o'tadi ekan. 29 tochkadan o'tadi ekan. Which equation defines line N? N topib olishimiz kerak bo'lyapti. Xo'p, topamiz. Birinchi mana buni tenglantirib olishimiz kerak bo'ladi. O'tadigan tochkalari buni, o'tadigan tochkalari, aniq tochkalarni belgilab olishimiz kerak mana. Bu bizda x da 0 bo'lganda y-imiz -3 qiymat. Va bittasini topdik, ikkinchisini topamiz, mana bu qiymat ekan. X-imiz 6 bo'lganda y-imiz 1 qiymat. Mana. Endi topa olamiz shu formani. Y teng kx plus b dan 0 da -3. -3 teng k ko'paygan 0 plus b 6 da 1. Ya'ni 1 barobar k ko'paygan 6 plus 1. Xo'p. Birinchi tenglamadan b teng -3 chiqadi, ikkinchi olib borib qo'yamiz. 1 teng b edi. Xo'p, 6k -3. K teng 2 taqsim 3 chiqadi. Ya'ni funksiyamiz bizda 2 taqsim 3x -3 degan funksiya ekan. Aytyapti, mana shunga bu perpendikulyar deyapti. O'sha line N'imiz line K ga perpendikulyar. Line N'da burchak koeffitsiyenti bilan line K ni burchak koeffitsiyenti ko'paytmasi -1 bo'lishi kerak. 2 taqsim 3 ko'paygan K2 teng -1. Bundan K2miz -3 taqsim 2 foda kelib chiqadi. Endi umumiy formasi uni y teng -3 taqsim 2x plus b. Mana shu funksiyamiz 2 9 nuqtadan o'tadi. O'shanga to'g'ri berishlab qo'ysak bo'ladi oxirida. Bu bizda 9 teng -3 taqsim 2 ko'paygan 2 plus b. Qisqarsa b teng 12 chiqadi. Ya'ni funksiyamiz -3 taqsim 2x plus 12 fodaga kelib qoladi ekan. Savolimiz qiyin emas, oson. Boyaga ko'rgan savollarimizga o'xshash savol. Xo'p. Bitta 32 ishlaylik. Keyin qolganini kechga ishlab qo'yamiz, chunki o'sha vaqt bo'lib qoldi. Linear model estimates the population of city from 1991 to 2015. The model estimates the population was 59,000 in 1991, 222,000 in 2000. Ya'ni bizda hop 1991da 59 mingta, 2011da 2022 ta bo'lib turibdi. And x1000 2015 x1000. To the nearest whole number, what's the value of x? Ya'ni bizda linear model deyapti. Linear model. Ya'ni bizda y teng kx plus b bo'yicha o'zgaradi. Xo'p, birinchi 91da 59 mingta yoza olamiz. 1991 bo'lganda x o'rniga biz 59 mingta chiqadi. Ikkinchi x'imiz 2011 bo'lganda y'imiz bizda 222 ming chiqadi. Va oxirdagi topishimiz kerak bo'lgan narsa 2015 bo'lganda qancha chiqadi? Mana shuni biz topishimiz kerak. Xo'p. Yoza olamiz. 59 ming teng 1991 k plus b
Ikkinchisi 222 ming teng. Hop, 2011 K plus bu. İkincisinden birincisini ayırib yuborsak, yuqori qaratib, bu chiqadi 41 165 ming. 220 165 ming emas bu. Hozir bu yerdan 41 163 ming ekan. Buni ayiradigan bo'lsa, 20 K chiqadi. K'ni topadigan bo'lsa, 0 qisqartirib qo'ysak, bu bizda 16300, ya'ni bizda 8150 chiqadi. K'miz qiymati. Xo'p, o'rniga qo'yib buni hisoblasak, menga biz kalkulyator kerak bo'ladi. Men kalkulyatorda solib qo'yaman. Ya'ni bimiz birinchi o'ringa borib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni hop 55 mingdan 59 mingdan ayiramiz. 1991 ko'paygan, 1991 ko'paygan 8150. Ya'ni bizda sal kattaroq chiqib qolyapti. Ikkinchisidan ko'rsak, 222 mingdan ayiramiz. 2011 ko'paygan. Chiqqan joyimiz 8150. Ham kattaroq. Mana shu savolni to'xtatib turaylik. Men buni kechki payt объяснить qilib beraman. Xo'p, kuningiz xayrli o'tsin. Mana shu savolga 32-chi savolga kelib qoldik. Oxirigacha aniq qo'yibman, aytmacha qaysi savollarni tushuntirishim kerak. Shundan kechga davom etamiz. Hammaga xayrli kun. Kunlaring xayrli, barakali bo'lsin. Foydali ishlarga boy bo'lsin. Xo'p, bizni kuzatishda davom etamiz ham, davom etyapmiz.